Xabaringiz bor, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasiga qarashli voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazida joriy yilning 1-fevral kunidan boshlab bir oy davomida har bir voyaga yetmagan yosh taqdiri davlat himoyasidadir shiori ostida maxsus kurslar tashkil etilgan edi. Maxsus bir oylik kurs o'z yakuniga yetdi. Oylik doirasida olib borilgan ishlar bilan qisqacha tanishamiz. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tashabbusi bilan tashkil etilgan loyiha shahar hokimligi, tibbiyot va bandlik bosh boshqarmalari, yoshlar ishlari agentligi hamda xalq ta'limi boshqarmasi hamkorligida o'tkazildi. O'quv dasturining samarali o'tishini ta'minlash maqsadida har bir tashkilotdan mutaxassislar jalb etilib, ishchi guruh tuzildi. Unda 500 dan ortiq oilalar o'rganilib, undan 50 nafar voyaga yetmagan bolalar va ularning ota-onalariga bir oy davomida tibbiy, ijtimoiy, huquqiy, pedagogik va psixologik yordam ko'rsatildi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tashabbusi bilan ijtimoiy huquqiy jihatdan yordamga muhtoj hamda oilaviy sharoiti og'ir bo'lgan bolalar uchun maxsus bir oylik o'quv kursi tashkil etildi. Undan ko'zlangan maqsad bolalar jamiyatda kerakli kadrlar bo'lib yetishlari, kelajakka bo'lgan qiziqishlarini orttirishda yaqindan ko'maklashishdir. Bu tashkil etilgan maxsus kurs o'z samarasini berdi va kelgusida davomiy bo'ladi. Tadbirning birinchi kuni tibbiyot kuni bo'lib, markazga tashrif buyurgan bolajonlar Toshkent shahar Sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimlari tomonidan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Chuqurlashtirilgan tibbiy tekshiruv asosida aniqlangan kasalliklar bo'yicha ayrim bolalar davolanish uchun tibbiyot muassasalariga jalb etildilar. Umuman, tadbir davomida bolalarning salomatligini yaxshilash, sog'lom turmush tarziga qaytarish ishlari olib borildi. Markazda 50 nafar bolalar kasalliklarni erta aniqlash maqsadida profilaktik tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. O'tkazilgan ko'rik natijasida ma'lum bir kasalliklar aniqlanib, ularni sog'lomlashtirish rejalari tuzildi. Kasallik aniqlangan bolalarni sog'lomlashtirish va davolash uchun tibbiyot muassasalariga yo'llanmalar berildi. Keyingi bosqichda bolajonlar psixologlar nazoratidan o'tishdi. Bu jarayonga voyaga yetmaganlarning ota-onalari ham jalb etildi. Ko'rikdan o'tkazilgan o'g'il-qizlar hamda ota-onalarga psixologlar tomonidan tashxislar qo'yilib, zarur maslahatlar berildi. Biz ushbu bir oylik maxsus kurs davomida 51 nafar bola bilan individual shug'ullandik. Ularni qobiliyatlarini, xarakterini aniqlab, ularga nima kerakligini bilishga harakat qildik. Har biriga biriktirilgan psixolog ularni ota-onasi bilan ham ishlash jarayonida farzandiga nima kerakligini, farzandi bilan aloqalarini qanday mustahkamlash kerakligini ularga tushunishiga yordam berdik va vaziyatga o'zlari yechim topishiga yo'nalish ko'rsatdik. Misol tariqasida 15 yoshli Nigora o'zini onasi bilan yaxshi chiqish olmasligi sababli, onasidan talablarini qondira olmasligi, masalan pul so'raganda bermasligi yoki u nimadir murojaat qilganda onasidan yaxshi javob ola olmasligi sababli u uyidan bezib qolgan va uyidan bir necha marta qochishga uringan. Uning maqsadi shunchaki e'tibor, mehr qozonish edi. Biz uni onasi bilan ishlaganimizda esa onasining ishlashi, 3 ta farzandiga bir vaqtning o'zida vaqt ajrata olmasligi ma'lum bo'ldi. Natijada ona va qiz o'rtasidagi mehr-muhabbat rishtalari tiklandi. Bir oy oldingiga qaraganda ona va qiz munosabatlari mustahkamlandi. Endi esa bir oy davomida olib borilgan o'quv kursining statistikasi bilan tanishing. Bolalarning yosh davriga muvofiq 20 marotaba psixologik trening va psixoterapiya soatlari o'tkazildi. 30 marotaba Toshkent shahar jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi murabbiylari tomonidan sport mashg'ulotlari olib borildi. 60 soatdan ortiq Yunusobod tumani xalq ta'limi bo'limi tomonidan maktab dasturi bo'yicha o'quv darslari o'tkazildi. 15 marotaba Yunusobod tumani Barkamol avlod bolalar ijodiyot maktabi ustozlari tomonidan qo'l mehnati va tasviriy san'at to'garaklari uyushtirildi. 10 dan ziyod taniqli insonlar bilan motivatsion davra suhbatlari bo'lib o'tdi. Bundan tashqari 6 marotaba muzey va teatrlarga sayohat hamda ekskursiyalar tashkil etildi. Loyihaning eng zavqli onlari poytaxtimizning diqqatga sazovor ko'ngil ochar maskanlarida o'tkazildi. Ya'ni markaz bolalari dam olish kunlari poytaxtimizning Olmazor tumanida joylashgan G'alaba bog'iga sayohat uyushtirdilar. Bolalar ochiq havoda 2-jahon urushi davridagi harbiy texnika va qurol-yarog'lar ko'rgazmasi bilan tanishdilar. Shon-sharaf muzeyidan o'rin olgan ma'lumotlar o'g'il-qizlarda katta taassurot qoldirdi.
Poytaxtimizdagi Magic City ko'ngil ochar bog'ida joylashgan Atlantis okeanariumi markaz tarbiyalanuvchilari uchun unutilmas sovg'a bo'ldi desak adashmaymiz. Bu yerda bolajonlar o'zlari uchun yuzlab suv osti mavjudotlarni kashf etdilar. Ulkan akvarium o'g'il-qizlarni dengiz tubining sehri olamiga Navruz bog'ida bo'ldilar. Shu kuni bog' to'lig'icha bolajonlar ixtiyorida bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Turli attraksionlar va arg'imchoqlarda uchdilar. Ko'ngilochar o'yinlarda ishtirok etdilar. Esdalik uchun fotosuratlarni tarixga muhrladilar. Bog' hududidan o'rin olgan milliy ruhda bezatilgan shaharchalar bilan tanishdilar. Poytaxtimizning eng baland cho'qqisi bo'lgan teleminora Toshkent shahrining asosiy diqqatga sazovor joylaridan biri hisoblanadi. Teleminora foyesida muzey tashkil etilgan bo'lib, uning ekspozitsiyasida dunyodagi barcha shunga o'xshash inshootlarning maketlari o'rin olgan. Bolalar boshqa teleminoralarning maketlari bilan tanishib, o'z bilimlarini boyitishga muvaffaq bo'ldilar. 110 metr balandlikda joylashgan kuzatuv maydonchasiga ekskursiya davomida bolalar xursandchiliklarini yashira olmadilar. Bu yerdan butun poytaxtning ajoyib manzarasi ochiladi. Maxsus o'quv oyligini o'tkazishga mas'ul bo'lgan ishchi guruh tomonidan bolalarni o'qitish va bilim berish jarayonlari yoshiga qarab belgilab olingan. Jumladan 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolajonlar uchun o'zgacha yondashuvda tarbiya berilsa, 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan balog'at yoshidagi o'g'il-qizlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Aynan balog'at yoshida bolada o'zgarishlar paydo bo'ladi. O'ziga xos dunyoqarash shakllanadi va xuddi shu davrga kelib ota-ona yoki kattalar bilan kelishmovchiliklar kuzatiladi. Bolalar qiziqishlarini o'rganish davomida asosiy e'tibor markaz yoshlarning istak-xohishlariga qaratildi. Psixologlar olib borgan so'rovnomada bolalarda sportga bo'lgan qiziqishlar yuqori ekanligi ma'lum bo'ldi. Shundan kelib chiqib ishchi guruh tomonidan bolalarni turli xil sport yo'nalishlariga jalb etish tadbirlari boshlab yuborildi. Jumladan, markaz yoshlari kamondan otish sport turi bilan tanishdilar. Mashg'ulotlarda bevosita insonning fikrlashi ham yaxshi bo'ladi. Xalqimizda sog'-tanda sog'lom aql degan hikmatli ibora bejiz aytilmagan. Shu kuni markazda sportning bir qator yo'nalishlari bo'yicha Osiyo va O'zbekiston chempionlari taklif etildi. Tadbirda o'g'il-qizlar sportchilarning erishgan yutuqlari bilan tanishib, mahorat saboqlaridan o'rnak oldilar. Bu jarayon bolalarga kuchli motivatsiya berdi. Bundan tashqari sportchilar bilan uchrashuvlar davomida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor vazifalarni bajarish safarbarlik otryadi xodimlari tomonidan jangovar mashqlar hamda qurol-yarog' va harbiy texnikalar ko'rgazmasi namoyish etildi. Xodimlar tomonidan ko'rsatib o'tilgan dushmanni qurolsizlantirish va himoyalanish usullari bolajonlarda katta qiziqish uyg'otib, ular qalbida vatanparvarlik tuyg'usining ortishiga sabab bo'ldi. Shu bilan birga ichki ishlar tizimidagi o'ziga xos va eng zarur bo'lgan sohalardan biri kinologiya xizmati xodimlari ham bolajonlar uchun qiziqarli namoyishlarni taqdim etdilar. Unda Rex laqabli it berkitib qo'yilgan shubhali qutini aniqlab, zararsizlantirish tadbirida qanchalik sezgir ekanligini ko'rsatib o'tdi. Yunusobod tumani Barkamol avlod hamda madaniyat markazi bo'limi xodimlari tomonidan bolajonlar uchun bir oy davomida tasviriy san'at, musiqa, adabiyot, she'riyat, rassomchilik, raqs va umuman san'atning barcha turlaridan darslar va mahorat saboqlari o'tkazildi. Bunda iste'dodli bolajonlar o'zlari uchun zarur bo'lgan ko'plab bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirdilar. Shu bilan birga markaz bolajonlari o'z iste'dod va qobiliyatlarini ham oshkor etdilar. Turganingizdek markazda o'zbekona urf-odatlarni ifoda etib turuvchi milliy choyxona mavjud. Bu yerda bolajonlar turli tuman o'zbek milliy taomlarini tayyorlashni o'rganadilar va shu bilan birga madaniyatimiz va qadriyatlarimizni chuqur his qilishlari uchun choyxonada barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Bu esa o'z o'rnida kelajakda o'g'il-qizlarimizning ma'naviy kamolotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bolalarning orzu-istaklarini ro'yobga chiqarish maxsus bir oylik o'quv kursining rejasidan chetda qolmadi. Tashkil etilgan uchrashuvlarda san'atkor va mashhur shaxslar taklif etildilar. Bolajonlar ular bilan uchrashib, suhbatlashdilar. O'zlarini qiziqtirgan savollariga javob oldilar. Bunday tadbirlar voyaga yetmaganlarning hayotga bo'lgan qiziqishlarini oshirib, kelajak uchun motivatsiya bo'lib xizmat qildi. Bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash bu davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishi hisoblanadi.
Shu bilan birgalikda hech bir bola mehrdan chetda qolmasligi kerak. Ayniqsa mana shu qarovsiz, nazoratsiz qolgan bolalar, bularning taqdiri bizni ancha qiziqtiradi. Bola huquqlari bo'yicha vakil O'zbekiston hududida joylashgan voyaga yetmaganlar ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazlari faoliyatini doimiy ravishda monitoring qilib keladi, o'rganadi. Biz o'ylaymizki, Toshkent shahrining bu tajribasini keyinchalik respublikamizning boshqa hududlariga ham keng joriy qilinsa, albatta o'zini ijobiy samaralarini beradi. Maxsus o'quv kursi davomida nafaqat bolalar, balki ularning ota-onalariga ham amaliy yordam ko'rsatildi. Jumladan, ishga marhamat mono markazlari xodimlari tomonidan murojaat qilgan 4 nafar ota-ona ish bilan ta'minlandi. 6 nafariga kasbga tayyorlash o'quv kurslariga yo'llanmalar berildi. 7 nafar voyaga yetmagan bolalari bor yolg'iz onaning yashash xonadoni ta'mirlab berildi. O'quv kursining yakuni bo'yicha esa 4 nafar bolaning qiziqishlaridan kelib chiqib ixtisoslashtirilgan sport maktablariga joylashtirildi. Ota-onasiz qolgan 3 nafar voyaga yetmagan bola mehribonlik uyiga joylashtirildi. 36 nafar bolaga sport maktablarida bepul mashg'ulotlar o'tkazishlari uchun sertifikatlar taqdim etildi. Tibbiy yordamga muhtoj 1 nafar bolaga esa respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy tibbiyot markaziga jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun imtiyozli yo'llanma berildi. Bugun esa aynan shu kursning oxirgi kuni bo'lib, barcha bolajonlarni o'z uylariga kuzatib yuborish marosimi tantanali ravishda markazda bo'lib o'tmoqda. Yakuniy marosimda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i ishtirok etib, bolajonlarning kelgusi hayotiga omad va zafarlar tiladi. Mutasaddilar tomonidan sertifikat hamda sport turiga ko'ra sport kiyimlari va anjomlari taqdim etildi. 2 nafariga tug'ilganlik haqida guvohnoma hamda 2 nafar voyaga yetmagan shaxsga ID pasportlari bepul rasmiylashtirib, tantanali ravishda topshirildi. Bolajonlarni uylariga kuzatish marosimi bayram dasturxoni hamda konsert dasturi bilan yakunlandi.